Yana ishmi abi? Usta bu, yana ishmi deysiz? O'zi 4 kun dam olib, bugun keldik ishga. Yo'q. 4 kun dam oldik, yana 2 kun dam olsak nima qilibdi? Bitta qorcha yo'qmadi-da, nima dedingiz? Yaxshi bo'laydi lekin. Bitta yomg'irchami yoqsaydi, bir damchani olsaydi. Vaqt o'tishi ham yomon qiyin bo'lib ketdi-da, voy. Qancha oylik tusharki-da? Usta bu, hali 29 kun bor oylik olsangiz. 29 kun? Aha, 29 kun ekan. Bir kun ishlammiz-ku, qatiyadi. Pul kerak-da. Pul kerak. Usta bu, bugun ishimiz zo'r bo'ldi. Abetchani qilamiz, mazza. Kim bu basen qurdi mana bu? Ha? Usta bu basen emas-ku. Nimadi bu? Ha bu liftlarni-ku. Usta bu, abet bo'ldi, ishni boshlamaymizmi? Armaturlar to'qish kerak. Abetga nima ovqat o'zi? O, sharkingdek palov. Ishlar qotib ketdi-ku, bir restoranda bir tandir kelmaydimi? Ey, nima edi? Tandir yo'q lekin. Svet o'chmadim. Yo'q, svet bor. Shu 2 soatgina svet o'chib tursaydi, bitta uxlab olsaydim. Usta bu kranch oyiga 120 million olar ekanda. Yo'q-e. Ha, Kranchi bo'lsam bo'lmaydimi? bo'ladi, balandlikdan qo'rqmaysizmi? Yo'q. 100 gram ichib olsam. Buni 20 ga 40 qilib qo'yapsizlarmi? Ha, yaxshiroq, bakvatroq qilib qo'yinglar, ha. Usta bu, Ha. brigadir kilo. Brigadir. Qo'yaymiz buni, qo'yaymiz-da. Yomg'ir yog'madi-ku. Usta bu o'laga shu 1 soatdan keyin yo yog'adi yo yog'maydi. Niye? Ha, doğrudan bitta kelyapti. TXT Group. Kelajakni birga quramiz.